Salom do'stlar. Bu videomizda biz sizlarni Toshkent shahridagi Nexia avtomobillari narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat, tomosha qiling. Nexia Dons 2007-yilda ishlab chiqarilgan, 370 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $5000. Nexia Dons 2007-yilda ishlab chiqarilgan, 300 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $4300. Nexia Sons 2004-yilda ishlab chiqarilgan, 300 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $4300. Nexia Sons 2005-yilda ishlab chiqarilgan, 100 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $4000. Nexia Sons 2001-yilda ishlab chiqarilgan, 200 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $3700. Nexia Sons 2005-yilda ishlab chiqarilgan, 250 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $5000. Nexia Dons 2008-yilda ishlab chiqarilgan, 118 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $5800. Nexia Dons 2003-yilda ishlab chiqarilgan, 600 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $3800. Nexia Dons 2007-yilda ishlab chiqarilgan, 200 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $5000. Nexia Sons 2008-yilda ishlab chiqarilgan, 52 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $6800. Nexia Sons 2005-yilda ishlab chiqarilgan, 254 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $3600. Nexia Dons 2006-yilda ishlab chiqarilgan, 285 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $4600. Nexia Dons 2006-yilda ishlab chiqarilgan, 150 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $3800. Nexia Dons 2006-yilda ishlab chiqarilgan, 160 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $5500. Nexia Dons 2008-yilda ishlab chiqarilgan, 93 ming kilometr yo'l bosgan. Narxi $6000. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Yana qaysi mashinalarning narxi sizni qiziqtirayotganligini kommentariyada yozib qoldiring. Biz albatta siz uchun ma'lumotlar to'plashga harakat qilamiz.